Assalomu alaykum. Dunyodagi har qaysi joylardagi aziz qarindoshlar. Men Erkin Sidiq. Amerikaning Kaliforniya shtati Los Angeles shahridagi uyimdan sizlarga so'zlayapman. Bugun kallamga bir ish kelgan. Shu vaqtda sizlarga bir maslahat beray, bir narsani tashabbus qilay deb bu yerga chiqyapman. Ben odatda o'z oldimda video ishlamaydim. Bu video ishlashning xatolardan emas, undan emas. Meniki bizning bir necha qarindoshlarimiz bor. Davomli bir suhbat o'tkazsak deb talab qilib turdi. Ashta bu boshqa shularga fursat berib shularni birga qilay deb. Men o'zim odatda ayrim chiqmaydim. Hozir shu meniki o'zim vaqt jiddiy bo'lib qoldi. Men safarga chiqish oldida turyapman. Şuna bugün keçtim şu kallam kelgan bir ishni sizlarga deb qo'yay deb o'yladim. Hammamizning xabarda bor 9-chilar bizniki naqshchimiz Abdurahim Beyt qarindishimizni o'lib ketdi degan xabar tarqaldi. 10-chilar Xitoy uniki bir videosini chiqarib, o sağ ölmedi degan yani bir narsani chiqadi. Bu bir siyosiy o'yin. Bu hozir nurg'un odamlar biladi buni. Endi odamni bak ichindirgan ahvol nima desa, hozir bizning vatandagi lagerga ushlangan 1-2 million qarindishimizdan boshqa yana 500 mingdan 1,5 milliongacha qarindishimiz ishga yo'tkaldi va yo'tkalyapti hozir. Ularniki mangani bosib kelmas yo'l. Nima shunday deysizlar desanglar, ammo bu Qahraton qish degan jurnalning shu Xitoydagi muxbirlari nurg'un ishlarni egallab aqoqidan taqatdi buni maqola qilib yozib diqqat qilib. Men ularniki ikkisiniki mazmunini burun so'zlab bergan o'sha videolik programda. Yaqında yeni çıktı bu program. Endi o jurnalning adamlari degani Xitoy hukumati jami 500 ming odamni yetkazishni qaror qildi. Ular asosiyatan erlar, yoshi cho'nglar 70 yoshdan oshganlarmi bor deb shuni dedi. Yana bir Xitoy ziyolisi Machatalda Alicia so'zlab yuradigan videoda. U Gansuda yasalgan bir jazo lageriniki Sinya emri orqali tarqatilgan rasmlarni ko'rsatdi. U 2013-yili yasalishga boshladi ekan, o'tgan yil bitibdi. Buningga 1 million odam sig'adi ekan. Shunga meniki o'zimning o'lchari hozirgi bu son bek cho'ng. Gansuga 1 million, Ishkirga 500 ming, shunga 1,5 million bizniki Uyg'ur erlarimiz shu bosib kelmas yo'lga ketdi degan gap. Nimishqa bosib kelmas yo'l desanglar, bu yetkazgan qarindoshlarimizniki hech qaysi o'zi bilmaydi. Ularga qat'iy bildirmagan yetkazganligini. Butunlay deraza itilgan avtobus yoki poyezdlar yetkaziladi. Anikin qat'iy gap qilmaydi o'zaro, hatto sochlarni gap qilmaydi. Bu poyezddagilar nega ketayotganligini bilib qolmasin deb. Anandaki uydagilarga xabar qilmaydi, uydagilar muhmaydi. Shu bular yetkazib borgan turma atrofidagi Xitoy xalqini bilmaydi. Shu yüzib yashayotgan yerdagi turmaga Uyg'urlarning yetkazilganligini ular bilmaydi. Bu nima desa, bizningki bu qarindoshlarimizni ashada o'lgich ishlatib, shu yerda yo'q qilib etmoqchi. Shu men bosib kelmas yo'l deb o'ylayman buni. Ben vatanga oxirgi qatim 2009-yili borgan, 5-yil vaqasidan bir ozroq vaqt burun, 20 kunlik vaqt burun qaytib kelgandim men. Undan keyin Xitoy menga viza berishni to'xtatdi. Opam 2010-yil o'tib ketdi. Tuprog'ini ko'p baxmadim. Nurg'un tuqqanlarim bor. Ularniki qasi sırtda qaysi lagerda kimlar hayat, kimlar tüyab ketdi onu bilmayman. Akam inlerim bilan
ko'rishmagili 2 yilni oshdi, birinchi baxmali. Ondan boshqa meniki nurg'un ziyoli tuqqanlarim bordi. O'rta maktabniki muallimlari, ma'rifchilar, oliy maktabning professorlari, yozuvchilar, shoir, artist, muzikat degandek 20-30 tak tanishirim bordi. Meniki bilgunimda, zaman hozirga qadar bilganlarim ichida shu tutib ketganlardan 20-30 tak odam bor. Uyg'ur sarkarlaridan da endi. Mavo meniki oliy maktabdagi savodishim Gulmurod Tursun. Biz 5 yil oliy maktabda bilib qolgan, mening yaxshi do'stimdi. Keyin u Yaponiyaga berib, men burun men o'qigan maktabga berib, magistrlik ilib qaytib ketib, ondan keyin professor bo'lib, uchur va elektronlik injenerligi institutiniki muavin boshlig'i bo'lgan. O'tgan yil 2-oyda yo'qolib ketibdi. Yo'qolib ketib, ayoli Aygul ro'yijatdan ro'y kasal bo'lib, keyin Dilmurodniki sulanganligini, lekin o'lim jazosi berilganligini 2 yil kechtirib e'lon qilganligini degandek gaplarni angladim. Mavo meniki Oqsubrni o'tirdiki do'stlarimdi, birisi Abbas Moniyas yozuvchi, aslida Oqsubrni o'tirda o'qituvchi, adabiyot o'qituvchisi, keyin kasbiy yozuvchi bo'lib ketgan. 20 ta kitob e'lon qilgan. Tursunjon Azim Şinjan Üniversitesi'ndeki tarix fakültesini bitirip Oqsubrni o'tirda tarix ma'lum bo'lgan. Orxun turbeti degan turbetini qurib, Uyg'urlarga oid nurg'un tarixiy materiallarni chiqqan. 5-yildan keyin ketib uni. Keyin ko'piribdi, 7 yildan keyin ko'pirib, mana yaqinda lager yashashga boshlaganda yana ketibdi. Mana tamam meniki o'rta maktabdagi adabiyot o'qituvchim bo'ldi. Hozir 80 yosh. Bu ma'lumotni tutib, uni kesib o'tibdi meni alg'onda. Menda buni misollar bak ko'p, albatta men degandek mushtaq sarxil ziyolardan 20-30 tak odam bor. Men aralashgan odamlarning hamsi tutilib ketgan. Endi bu qatim bu Abdurrahim Heyit lagerda o'libdi degan xabar chiqqandan keyin Xitoylar o'lmadi, mana bu video ishlab chiqadi. Bizniki hammamizniki mushtaq yo'qolib ketgan odamlarimiz bor, bak ko'p ular. Nurg'un qarindoshlar hozir qadar o'z oldiga isbot berib video ishlab YouTube'larga qo'yib qo'ydi. Menimcha bu ishni bir do'lqin yuqori palga ko'tarsak, qanday ko'taramiz degan chog'da shu oldimizdagi 1-2 haftaning ichida shu shanba kun dam olish vaqtida har bir Uyg'urlar ko'p yig'ilgan shahardagi Uyg'urlar bir yerga jam bo'lib, bo'lsa işte birdan oila a'zolari, otasi, dadasi yoki akasi, singlisi degandek tuqqanlarni rasmini olib bir yerga yig'ilib, bir 20dan 50 kishi odam bir uyga yig'ilib, mesela tutib turib uni shu odamlarning ichida isbot berishni xohlaydigan kishilarni eng oldin qurg'ul to'g'izib, ashlarni birisini 1 minutdan so'zitib, video ishlab, ashunda qilsak. Mana ayrim qilgan qaraganda buniki roli cho'nroq bo'ladi. Buni so'zlagan vaqtida imkon qadar inglizcha so'zlasak, eng yaxshisi o'zimiz yashayotgan davlatning tili va inglizcha. Agar faqat bo'lmaydi degan taqdirdami, o'zimizniki yashayotgan davlatniki tilida so'zlab, masalan, turkiyaliklar turkcha, germaniyaliklar germancha degandek inglizchani qo'sha olsak eng yaxshi. Shunday qilib, shu chet elda Uyg'urlar to'plashgan shahardagi Uyg'urlar bir kun ozroq bir soat vaqtni ajratib, ishni qilsak, videoning sifati yuqoriroq bo'lsa, imkon bor bütün öndeki kişilerin hemimiz ko'rinadigan ahvol bo'lsa, videoni aparatni yuqoriroq izroq tortib, so'zgichilarga mikrofon berib so'zlasa, bütün ko'rinish ko'rinib tursa, har bir yerga to'plashganlarning ichida kam degan 10 odam so'zlasa,
agar charaq olsa 20 dak adam. Ashta hoğançada bir video 10 minutdan 20 minutdak video bo'ladi. Mushundaq videodan 20-30 ishlansa, ashtaning hammasini bir yoqqa qo'yib qo'ysak, Xitoyniki nerangvozligini ichib tashlay olamiz. Hozir bizniki shunchalik odamlarimiz yo'qolib ketib qolsa, ashundaq vahshiy ishlarni qilib yetib, yana yaqinda Amerikada turishliq Xitoyniki bosh elchisi biz Uyg'urlarni normal insonlarga aylantirish uchun suluduq deyotdi. Qo'rqmay turib. Biz Uyg'urlar normal inson emaskanmizmi? Men o'sha yilning oxiri Avstraliyaga berib, shu shaharda liseya so'zlayman. Mehmet To'xti apandim bilan ikkimiz. Men shu yerga borganda har bir shaharda yarim soat vaqtimizni chiqarib mushuni qilishni orzu qilaman. Men qatnashmayman unga. Her bir shaharniki qatnashmayman, ayrim odamlarga chiqib so'zlayman inglizcha. Bosmashni o'rlashtirsak. Bu bir platdak pakt oldu. Buni ayrim qildik. Hozirlikda izleydisini taqib olmaydım alternatif asan emas. Bir qatimiz ise 10-20 chiqdi ayrim. Andaki tili ko'pincha uyg'urcha boshqa chet eldagi muxbirlar, hukumatlar agar foydalanayli desa, qulaylik emas bu. Hozir bu Uyg'urning fojiasi bir amaliyot. Bizniki o'zimizning fojiasini dunyoga anglatish haqqimiz bor. Hozirmi o'tirib chiqishga jur'at qilmayotgan nurg'un qarindoshlar bor. Ularni men to'g'ri tushunaman. Uzun muddat Xitoyniki ashundaq qattiq besimi, zulmi, azobi, ichida yashagan ekan odam qo'rqincha qolib qoldi biroz. Yana bir tarafdan men bir qattiq shayotman hozir. Uning sababini nima desanglar, biz cho'qim mushundaq do'stlarimizni, ma'lumlarimizni, tuqqanlarimizni keyin uchirtib ko'ramiz bir vaqtda. Yoki ma dunyoda ko'ramiz, bu dunyoda ko'rmasakmi, yana bir dunyoda ko'ramiz ularni uchrashimiz. Shular uchrashgan chog'da aka, ukam, sen lagerga sulalıq tuğa vaqtında men chet elda turib, o'zim qolayga ishning hammani qildi. Sizni qutqizish uchun deyoladigan bir holat yashaydi deb ashta qilyapman. Buni boshqalarni o'ylab beqish kerak. Men ki ashani ko'yga vaqtimda agar ko'ralsak, hayot ko'ralamdik yoki keyingi dunyoda ko'ralamdik. Ko'ramizmi? Keyingi dunyoda cho'qim ko'ramiz. Ko'yga vaqtimizda nima deymiz ularga? Ashani ko'zi qarab turib, "Apa, dada, men seni qutqizish uchun chet elda o'zimning qo'lidagi ashlarning hammani qilib baqdim" deyalandik deyman. Bu narsani o'ylash kerak. Shuna adaki faaliyet pek mühim. Ameliyatda bu faaliyetniki başka faaliyetler bilan hech qanday to'qinishi yo'q. Yaqinda bir qism qarindoshlar çok namoyishlarni ulashtiryapti. Hammasi intayin esli ishlar. Bu men degan ish ular taqashmaydi. Shunga ishtah bo'lgandan keyin hozirgi vaziyatda men deganmishada tavsiya qilgan ish eng muhim ish. Hozir butun dunyo Abdurahim deyt qarindoshimizniki ahvoliga ko'zini tikyapti. Ashta vaqtda haqiqiy o'lib ketganlarning undaq oz emasligini chet eldagi har bir Uyg'urning Xitoy lageriga kirib ketgan, hozir hayotligi yoki emasligi noma'lum bo'lgan kishilarimizning intayin ko'pligini dunyoga deyishimiz kerak biz. Ma qilamsa, har xo'sh Allohga omonat.